Mana bunaqa bo'g'iganda men sizlarga narxi bo'g'ib tashlayman. Keling bu xonadonni sotiladi-yu. Zaklab berishuvdi, Hop. do'm sotishmayapti. Endi yana boshqa sotuvga qo'yamiz. Qo'yamiz. Narxini necha pul qo'yamiz? 79900. 79900 dollarga mana shu chiroyli xonadonimizni beraveramizmi keling? Beramiz, shoshilaylik. Bo'ldi. Xo'p, mana shu xonadonimizda necha sut uydi? 204. 204 sutli xonadon bo'ladi. Manzarani qaranglar, chiroyli atmosferani. Xo'p, kirganimizda mana hollari ham katta bo'ladi, yo'laklari ham ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonimizda zal bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, chap tomonimizda kuxnasi tayyor, patkuruch holatda topshiriladi sizlarga. Bu yerda kafellarga qo'yib qo'yilgan. Chap tomonimizda ko'rishingiz mumkin. Bitta xona, eng qizig'ini aytaymi? Qo'lni buzib turadigan podval bo'ladi bilsanglar. Orqaga qilingan podval. Gap yo'q lekin bor. Xo'p, bu yerdan chiqqanimizdan keyin chap tomonimizda yana bitta xonamiz bo'ladi. Detskiy xonamiz. Bu yerda spalnimiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Har bitta xonamiz o'zini oynasiga ega, o'xshaysan o'zi. Bu yerda joyichi, tandirni ko'rsating. tandir ko'rishingiz mumkin. Orqa qo'liga qilingan chiroyli qilib, letniy oshxona. Xo'p, lakasini tushuntirib yuboring. Yaktoshmi postdan 5 kilometrda joylashgan Tusorda. Narxi 79900. nima qilishsa? Shoshilinglar, podpiska bo'lib, tez kelinglar. Like bosishni ayting. Like'dan bosib tashlanglar. Pastki nomerga telefon qilib tez baraka qilib yuboramiz. Shunaqa.